Oxirgi bir hafta ichida bolalarning orasida ko'payib ketdi virus. 39,5, 40 bilan, mana hozir ham 41 bilan ismi keldi. Bunaqa payt nima qilish kerak? Ko'proq suv berish kerak bolaga. Antibiotik bermaydi. Qayta aytamiz har doim. Antibiotik bu bakteriyaga, virusda har doim virusga qarshi dori berish kerak bo'ladi. Sizlar vazifali uyda ko'proq suv berish, ovqatini yaxshi berish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Ismasi 38,5 dan 39 dan oshadigan bo'lsa, badanini kirsovli ko'pigi suv bilan artasizlar. 2 marta artib, suvini berib, ismasi 39 bo'layotgan bo'lsa, ibuprofen yoki paracetamol svecha variantlari bor. O'shani qo'yib bolaga bo'ldi. Bolani uxlatib qo'yishida kerak bo'ladi. Suvni ichirasiz, ovqatini berasiz, uxlatasiz bo'ladi. Shu. Kasallik uzog'i bilan 5-6 kun bo'ladi, o'zi o'tib ketadigan holat bu narsa. Ortiqcha dorilar berib, bolani zaharlash kerak emas. Xavotirga tushmaydi. Pnevmoniya bo'lib qolmaydi bolalarda, o'pkasi o'tib ketib qolmaydi. Shuning uchun sabr qilib suvni ichiringlar.